Muhabbat tushunchasini juda toraytirib qo'ydik. Muhabbat deganda ko'proq ikki yosh o'rtasidagi munosabat, bir-biriga bo'lgan mehr tushuniladigan bo'lib qoldi-da. Shuning uchun ustozimiz bir o'gitlarini aytib o'tmoqchi edim. O'zi muhabbat tushunchasi shunchalik kengki, bu yaratuvchiga muhabbat. Uni bekami ko'z qilib, inson qilib yaratgan yaratuvchiga muhabbatdan boshlanadi o'zi. Vatanga muhabbat. Chunki shunday tinch sharoitlar yaratilgan vatanga yashash ham iliqlik, muhabbat uyg'otish kerak odamda. Vatanni sevmoq kerak. Ota-onaga muhabbat. Qavm-qarindoshga muhabbat. Yana keyin hali hozirgi tushunilayotgan yorga muhabbat. Endi bugun aytmoqchi bo'lganimiz ustozimiz Mirza Kenjabek domla o'sha asl surxondaryolik muhabbat pastlaydi, pastga qarab ketadi, shunga boxabar bo'lish kerak deganlarida men hayron qoldim. Qanday muhabbat?